Zolotaya koronaga bog'liq yana bitta muammo xudo xolasa yechildi musofirlar. Hozirgi paytda juda ham ko'p musofirlarning Zolotaya koronadan qarzi bor va juda ham ko'pchiligi ulardan o'ylanishadi. Men masalan uyga borib kelmoqchiman, O'zbekistonga bormoqchiman yoki bo'lmasam Tojikiston, Qirg'izistonga uchib ketmoqchiman, lekin meni aeroportdan chiqaradimi? Zolotaya koronadan mencha qarzim bor-ku, sudimisim bormikan, yo'qmikan deb ko'pchilik o'ylanadi. Hozir shu savollarga javob topib qo'ydik. Endi biz O'zbegim 24 jamoamiz bilan sizni Rossiyadan chiqib ketishingizga zapretningiz bormi, yo'qmi tekshirish xizmatlarini yo'lga qo'yib qo'ydik va eng muhimi bu xizmatlarning hammasi bepul jigarlar. Bitta sharti bor. Biz O'zbegim 24 aviakassamizdan bilet sotib olsangiz bo'ldi va biz sizga bepulga tekshirib beramiz. Aeroportdan chiqib ketishingizga zapretningiz bormi, yo'qligini va pulga ham kuyib qolmaysiz. Bu yangilikni Rossiyada yurgan hamma jigarlarga jo'natib qo'ying, yangilikdan boxabar bo'lishsin. Ekranlaringizda O'zbegim 24 aviakassamizni raqamlarini qoldiraman. Siz bemalol o'zimizni Begavayadagi ofisga yoki bo'lmasam Sholkovskayaga yoki bo'lmasam Kuzminkiga borib bemalol bilet sotib olishingiz mumkin. Agar Moskvadan uzoqda bo'lsangiz, bemalol onlayn bilet sotib olishingiz ham mumkin jigarlar. Shu nomerlarga aloqaga chiqaveramiz va aeroportdan chiqib ketishga zapretningiz bor yo'qligini mutlaqo bepulga tekshirib oling.